Men sizga ishimiz haqida ma'lumot berib o'taman. Xo'p, hozir 1 daqiqa. Assalomu alaykum barchaga, hurmatli hamkorlar. 5 daqiqa vaqtinglarni olamiz va loyihamiz haqida sizlarga qanday qilib katta $100,000 dan oshiq daromad qilish yo'lini o'rgataman. Buning uchun sizlardan 5 daqiqa vaqt diqqat bilan e'tiborli bo'lib eshitib o'tirishni talab qilamiz. Bu loyiha Dari Получай Подарок, ya'ni rossiyalik programmist Aleksandr Vostochkov karantin vaqtida insonlar bir-biriga yordam bersin, bir-birini qo'llab-quvvatlasin degan maqsadda yaratgan. Bilamiz, karantin vaqtida insonlar ishlolmadi va butun dunyoda kambag'allik sezilarli darajada oshib ketdi. Aynan mana shu kambag'allikni qisqartirish maqsadida bu loyihani yaratdi va hozirda bu loyihada 60 ga yaqin davlat ishlaydi. O'zbekistonda ish faoliyatini boshlaganiga esa 3 yilga yetib qoladi. 22-mayda 3 yilligi nishonlanadi. Biz bu yerda mana shunday Telegram bot asosida ishlaymiz. Bu loyihani bot asosida yaratilishidan maqsad poraxo'rlik, dallollik, o'g'irlik bo'lmasligi uchun bu loyihani bot asosida yaratilgan. Bu yerda hech qanday kabinet kashilok degan narsa yo'q. Pullar karta raqamda saqlanadi va karta raqam bu botga ulanmaydi. Endi sizni taklif qilgan inson o'zini botidan sizga mana shunaqa referalniy silka, ya'ni taklifnoma tashlab beradi. Shu taklifnoma orqali ro'yxatdan o'tib kirib kelasiz. Mana shu taklifnoma orqali ro'yxatdan o'tib kirib kelasiz. Bizda 7 ta etap bor. Boshlang'ich, bronza, kumush, oltin, platina, olmos, titan. Har bir doskaning o'ziga yarasha katta-kichik daromadlar bor. Siz ish boshlaganingizda startoviy doskadan, ya'ni boshlang'ich doskadan ish boshlaysiz. Sizni taklif qilgan insonlar doskasidagi daromad oluvchi joyda turgan, ya'ni mana shu Получателda turgan insonga bir marotaba o'zingizni shaxsiy byudjetingizdan 200 ming so'm sovg'angizni berib kirib kelasiz. Va mana bu moviy katakchalardan biriga kelib joylashasiz. Ya'ni bu yerda bo'sh raqam 7-katakchaga kelib joylashdingiz. Ana endi ortingizdan bitta hamkor taklif qilishingiz bilan siz doskalar to'lish natijasida mana bu surilib yashilga o'tasiz. Bu yerda ana undan keyin sizlarning vazifangiz mana bu 4 ta raqam, 4 ta katakchani to'ldirish bo'ladi. Buni bir o'zingiz qilmaysiz. Mana bu qizildagi ham taklif qiladi, mana bu sariqdagi taklif qiladi, mana bu pasizidagi ham taklif qiladi. Komanda bilan birgalikda doskalar to'ladida, uning natijasida sariq o'tasiz. Balki to'g'ridan-to'g'ri qizil doskaga o'tib ketishingiz ham mumkin. Va ana endi kelib siz Получателga chiqqaningizda, daromad oluvchi joyga chiqqaningizda, siz umringiz mobaynida bir marta ehson qilib 200 ming so'm sovg'a berganligingiz uchun 200 ming so'm sovg'a berganingiz uchun endi sizga o'ng tomondagi 4 ta va chap tomondagi mana bu 4 ta insondan 200 ming so'mdan 1,6 million so'm daromad kirib keladi. Endi qarang, xohlang mana shu 1,6 million so'mni olib loyihani tugating. Xohlang yana ham ko'proq daromad qilmoqchi bo'lsangiz, bizda bronza doskasi bor. Bronza doskasiga mana bronza doskasi menda hozir to'lgan, ya'ni men bir marta pulimni olib bo'lganman. Hozir qayta aylanish qilishligim kerak. Bronza doskasi ham xuddi mana shunaqa doska bo'ladi. U yerga endi ko'proq daromad olish uchun ko'proq sovg'a berasiz. Ya'ni o'sha 1,6 million so'm olgan pulingizdan 600 ming so'mni sovg'a berasizda, u yerda ham mana shunday Daritel katakchalarga kelib joylashasiz. Ana endi siz bu yerga hamkor taklif qilmaysiz. Komanda bo'lib ishlanish natijasida komanda kuchi bilan siz mana bu sariqqa kelib joylashib qolasizda, doskalar to'lib bo'linish natijasida va ortingizdan bitta hamkoringiz quylab chiqishi bilan mana bu Получателga o'tirishga haqli bo'lasiz. Daromad oluvchi joyga o'tirishga haqli bo'lasiz. Va ana endi bu yerga siz 600 ming so'm sovg'a berganligingiz uchun 8 ta insondan 600 ming so'mdan 4,8 million so'm daromad olasiz. Endi qarab turing, 4,8 million daromad olasizda, bu yerda mana shu 4,8 millionni olib cheklanmaysiz. Endi o'sha 4,8 milliondan kumush doskasiga qanchasini berasiz? 2 millionni kumush doskasiga berasiz. Kumush doskasiga 2 million berganligingiz uchun bu yerda ham ortingiz hamkor taklif qilmaysiz. Ortingizdan hamkorlar chiqib kelishi bilan mana bu Получателga daromad oluvchi joyga o'tirganingizda har bir inson sizga 2 milliondan umumiy miqdorda 16 million so'm sovg'a berib kirib kelishadi. Mana shunday tariqada daromadlar ko'payib boraveradi. Endi qarang, bizda nima deydi? Biz insonlarga tezroq daromad olish yo'lini o'rgatamizda, bu sizga bitta taklif va maslahat. Siz 200 ming so'mlar registratsiya bo'lib, mana bu boshlang'ich doskanidan joy brom qilib, boshlang'ich doskani to'ldirib, ikkitaligingizni yaratib, eng kamida ikkita hamkor taklif qilish kerak-da. Surilib qizilga o'tib,
bu yerdan 1,6 million so'mni olib olib, undan keyin mana bu bronza doskasiga o'tadigan bo'lsangiz, sizni daromad olishingiz sekin bo'lib qoladi. Nimaga? Chunki siz boshlang'ich doskani yopib turib, ana undan keyin bronza doskani ochyapsiz. Lekin agar siz bizda 44 strategiya degan narsa bor, ham boshlang'ich ham bronza doskasini bir vaqtda imkoniyatingiz bo'lsa, lekin loyihani belgilab bergan summasi nima deydi 200 ming so'm bilan registratsiya bo'lishi kerak. Lekin siz agar 800 ming bilan registratsiya bo'ladigan bo'lsangiz, birdaniga ham bronza doskadan 600 ming so'mdan, ham startoviy doskadan 200 ming so'mdan daromad kirib keladi va bu daromadlaringiz hop startoviy doskadan 1,6 million olasiz, bronza doskasidan 4,8 million olasizda 6,4 million bir vaqtning o'zida 8 ta insondan birma-bir yig'ilib kirib keladi. Mana shunday tariqasida ishlasangiz ham bo'ladi. Loyihamiz mana shunday ishlashdan iborat. Sizga qanday hamkor taklif qilish, to'g'ri hamkor taklif qilish, bu narsalarni bizda Liderlar maktabi degan guruhimiz bor. Ana o'sha yerda o'rgatamiz. Qanaqadir qiziqtirgan savolingiz bo'lsa, tushunmay qolgan joyingiz bo'lsa bersangiz, savollaringizga javob berib o'taman. Kimda qanaqa savollar bor?